Avto kreditni menimcha tugash shu bo'lsa kerak. Dashi Gentra'larga ham oxirgi nuqtani men qo'yaman. Bu ko'rib turgan barcha Gentra'laringizga dashi boshlang'ich to'lovsiz, ya'ni оформление xizmati $200 dan ham chiqarib beraman. Birinchi ko'rib turgan Gentra'miz 2023 42 ming yurgan propan gazlarigacha bor. $500 bilan kelasizlar, faqat оформление xizmati. Navbatdagi Gentra'miz 2022 133 ming yurgan $200 bilan. Shu tushunyapsizlar, оформление xizmatiga ham buncha ketmaydi. Navbatdagi Gentra'miz 2022 41 ming yurgan. Bu mashinamiz $550 bilan. Navbatdagi Gentra'miz 2022 70 ming yurgan tayyor Gentra'miz $550 bilan. Bu Gentra'miz 2023 37 ming yurgan Mazda. Plus mashinamizga ham kelasizlar, $200 berasizlar, o'z arzonlaringizga chiqarib beramiz. Qora bayri so'raganlarga tayyor mana Optra Dislam, rul, pult, plus registratorlarigacha bor. Mashinamizga $300 berasizlar, bir dona pasport bilan. Bir kun ishlaringiz